Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, omon eson yuribmisizlar? Yine ben Xudo xolasa Xorazm viloyati Bog'ot tumani Nurafshon shaharchasi Nökis mahallesinde Tallı Baba Cami Mescidine geldik. Yine size görüp arka kadrda. Hazır Xudo xolasa içine giremiz. Ne özgərişler olubdu, biraz vaxt oldu yemeğe yedik. Özgərişlerden danışıp çıkamız. Hürmetli kuzatuvchilar, hürmetli obunachilar, yine aytib o'tamiz. Sizlarga iltimosimuz shu ekranda bardavom bo'lsangsizlar, mana shu Tallı Baba Cami Mescidining plastik kartalarini qo'yamiz. Shu plastik kartalarimizni shu yerda imom domlamiz mana Ergashbek nomini ochgan plastik kartamiz qo'yamiz. Qolaversa shu yerda Haji bobomiz mana Ikrom akamiz nomini ochgan plastik kartalarni qo'yib o'tamiz. Bemalol qo'lingizdan kelsa 5-10 so'm tashlab shu hissalaringizni qo'shishlarni chaqiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, iltimos sizlardan befarq bo'lmanglar. Bering mazini yana aytib o'tamiz ko'p insonlar uchun. Bir Xorazm viloyati Bog'ot tumani Nurafshon shaharchasi Nökis mahallesinde Tallı Baba Cami Mescidi'ne görüp tursanız. Bir de o'zgarishlar jag'li bo'libdi. Hali ichana kirib ko'rmadik. Hozir Xudo xolasa sizlar bilan birga ichana kiramiz. Ichana bilan tanishib chiqamiz. Ne gap so'zlar bo'libdi, ustalar ish bo'libdi. Aslında hurmatli kuzatuvchilar, birgalikda ichana kiramiz. Ichana kirib birgalikda tanishib chiqamiz. Bugün 9 iyun 2026 yıl. Xudo xolasa ustalar ishlab turibdi ekan. Ichana giramiz, ichana ko'ramiz. Ne o'zgarishlar bo'libdi Tallı Baba Cami Mescidinde. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta sizlardan shu hamishakini iltimosimiz befarq bo'lmasdan, qo'lingizdan kelganicha baholı qudrat plastik raqamlarni qo'yibmiz ekran tagida. Ko'nglingizdan chiqarib xayriyamizga qo'shilishingiz mumkin. Xabarlarimiz va avvalam aytib o'tganmiz, yana aytib o'tamiz. Har yakshanba kuni bu yerda hashar bo'lib turibdi. Shu elimizning, mahallamizning og'alarimiz, ukalarimiz kelib shu yerda har yakshanba kuni hashar qilib, yana ishi tomoni shifoxonaga kelib bitdi, tashqari tomoni bitdi, yana Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdan. Shuning uchun yana Xudo xolasa endi oldimizda kelayotgan yakshanba kuni hammangizni hasharga chaqirib qolamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol hasharimizga kelib, shu yosh yigitlar, og'alar, ukalar bo'lsa kelib o'z hissalaringizni qo'shishingiz mumkin. Befarq bo'lmasdan, shu kimdir pul mablag' tomonlama, kimdir qo'l go'chi tomonlama bemalol kelib xayriyamizga qo'shilishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta ehsoni mukofoti ehsondir deydi. Bemalol kelib shu hissamizga qo'shilib savobdan chetda qolmasdan shunday hissalarni qo'shishga chaqirib qolamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Mağazaga assalomu alaykum. Sen yaxshimi? Qani bo'lmasa ishlar? Hava yaxshimi? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Avvalambor xushayapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sizlarning bu qilib turgan xayrli ishlaringizdan katta foydasi bor albatta. Ozmi ko'pmi mablag' tushib turibdi. Alloh taolo ehson sohiblaridan rozi bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam marhamat etdilarki, agar kimki Allohning baytına bir g'isht qo'ysa, qiyomatda o'zine katta bir qasr barpo qilinadi deyilgan. Ana shu qasrni erishish uchun ozgina bir harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bu dunyoda va oxiratda katta manfaati bor inshaalloh. Endi bu Allohning bayti, bu hammaniki Allohning uyi bo'lgandan keyin shu yerga bu meni qavmim, bu meni aloqasi yo'q degan narsa mutlaq xato narsa. O'z navbatida
şu məscidimizə xizmət qılıb durğan, əvvələn ustakilərimizdən Allah razı olsun. Məscidimizə pırxana və aşkara xərcdən qılıb durğan ehsan sahiblərindən Allah razı olsun. Şu ehsan sahiblərinin az miktarda qılıb durğan xeyirli işlərdən şimdi halata gəldi, Xudo xolasa yenə davam qılamiz inşallah. Axırına yetkizib ahirki günləri maqsadımız Xudo xolasa mustaqillik bayramına tushirish niyatimizda Xudo xolasa. Buni harakat qilamiz inşallah. Zaman adı böyle sen ayıp ettin, aşkara, pınhana. Bizler videoda yaratkan vakti indi sizlerin doğrusu bize dinle savadımız yok. Bütün alamız. Ayıp etemizde falan kez bir nesneyi verdi. Ayıp veremiz. Bunu ayıtmak gerek miydi? Bunu etmek gerek miydi? Hep komiterlerde kötüyedi. İndi damlalardan mörzelerde işkin yerimiz var. İbret için. Degen cayan var. Şimdi adamlara ibret bolsun maksadında bir kişinin kılgan hayır ihsanını aşkar kılınsa başkalarına bir yetip barıp onların kalbinde şunun bir duygu payda bulup onların bir hayır ihsan kılınsa bir devam boluşuna katta bir fayda desem bu bana olmaydı. Şunu şahit olalım. İnşallah. Abdal Baba Camii'nin çiftine Şavat, Koşköpür, Güllen'le abonaçılarımız var. Gençler biraz ve yönettiler de kanalımızda görür. Ne olma elbette uçan çifte sevabı iyi boladı, sebepçi buldu. Bizlerin bir azgına sevap diyedi. İnşallah Allah. Ümidimiz vardı çocuk bize video kanalımız. Maksadınız aslında şu mescitte zudlik bilen intihazını yetiriş aslında maksadınız. Evet. Güzel bir şu interview arkalı köp insanlara tarqatsanız bunda sizden çok fayda var inşallah. Evet. Allah Teala menfaat artsın inşallah sevaplardan. Damolar elbette bizlerin halkımız eli bize bagatı boğandan ki bagat halkımız eli karab durganı yok hiç kim. Yok. Tez günlerde işimiz yürüp tuttu. Asla gençlik yürüp tuttu. Şimdi yine şöyle bir narsa orada açık gerek ki öz növbətdə bağatımızda 4 joyda məscid qurulucu davam qılıb turibdi. Bu ham eng qiyin məsələ. Səbəbi adamlar məsələn bir joyda kattaroq ihson qilsalar, keyin bir joyda eshitib qoladilar. Məsələn bir joyda Ashxobodda Abdullo Bobo masjid qurib boshlab degan dedilar. Keyin Narimon Nukusda yana masjid qurib boshlab dedilar. Keyin Bağat Leninizmda bugündəki Nayman qishlog'ida shunday bir masjid qurib dedilar. Endi o'z navbatida qiyin bu masala, lekin bular qiyomatda Allohning jamolini ko'rishlik, Allohning mukofotini erishishlik bilan ana shu ozgina bo'lsa-da qilgan ko'ngildan chiqarib bergan har ehsoni katta mukofoti bor inshaalloh. Damolar bir az katta zamno bir mehmonga falan bir. Bir Xudo xolasa 5 vaqt namozi shu yerda ado qilinadi. Qish kuni masjidning katta joyini qizdirishlik, yozgi kuni sotishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun shu yerni tanlaymiz. Xudo xolasa bu yerda 5 vaqt namozi shu yerda ado qilinadi. Xalqimizga. Endi Xudo xolasa endi bir 5 vaqt namozi shu katta bo'lgani uchun qish oyi qiynalib qolamiz, to'g'risini aytish kerak. Bu yerda qizdirish, sovutish, qiyrat bo'la shuni bir ixchamli. Şöyle sığadı adamlar 5 vaqt namazda. Xudo xolasa bemalol bo'ladilar. Cüme elbette yurttaşlar cüme. Kette ne de namazxanada okulardı bir. Yol açılab olan mı? Bir mola bir de etrafta dikallarımız bir mola girip şöyle namazda okup alışları mümkün. Şunun için rızalımızı şuna pulallaştırıp koyup tekerler. Xudo xolasa hayit namozlarında, cuma namozlarında adam sıkmay qalsa, shu yerdan ko'chirib o'qilishi mumkin. Bir yana ötüp koşunca. Bu yerda alohida ovoz uzatgichlar shu narsalar qo'yiladi hammasi. Şərait qılınады. Qılınadi. Hürmetli güzel dostlar. Hürmetli abonaçılar, yine koldan gelece bakalım kudreti gösterip öttik. Kısa video kılsak ham. Elbette geçen vaxtlansa razı bulasılar. Xudo kalasa koldan gelence inşallah yukarıda etip ötkenimizden. Her yakşembe günü haşer olup durdu. Başka vaxtlar gelip bemala yardım verişiniz mümkün. Şimdi köp yaşlı yiğitlerimiz yakşembe günü arkayrak bular dep haşer kılamız her yakşembe günü.
Əsə küçət para verəsər, həmməysə Allah razı olsun. Yenə sizlərdən oxşaş müşahidət qalamız. Sağ olun, salamet olun.